Bemorimizda qandli diabet bo'lgan, sahr 30 gacha ko'tarilib ketgan. Ertalabki nahorga qondagi qand 22,5 bilan kelishgandi. 14-may kuni holatim yomonlashgandan keyin tekshiruvga endokrinologiya markaziga jo'natishuvdi. O'shanda kelib tekshirish qilganda mazam yomonligi, sal og'irligim, o'shaning uchun viloyat endokrinologiya bolnitsasiga yotqizishini aytishuvdi, reanimatsiya bo'limiga. O'shandan keyin biz uni qilmadikda, bir yaxshi tanishimni maslahati bilan Aziza Bahramovani priyomlariga keluvdik. Mana afsuslanmaymiz. 2 kunda Xudoga shukr Aziza Bahramovani sa'y-harakatlari bilan mazamiz ancha yaxshi, o'zimni yaxshi his qilyapman. Bemorimizda qandli diabet bo'lgan, sahr 30 gacha ko'tarilib ketgan. Ertalabki nahorga qondagi qand 22,5 bilan kelishgandi. Siydikda aseton bo'lgan holat bo'lgani uchun shoshilinch tarzda kapelnitsalar qildik. Hozir mana 2-kun kapelnitsalarni oldilar va qondagi qand hozirgina o'lchadik 6,7 chiqdi va bemorimizga kerak tavsiyalarni berib, xudo xolasa endi reanimatsiyaga yoki shifoxonaga emas, uyga ruxsat berishimiz mumkin.